Endi Saudiya Arabistonida, ya'ni Makkada, Madinada o'zingizni shaxsiy uyingiz bo'lishi mumkin, tijoratingiz bo'lishi mumkin, ya'ni mulkka egalik qilishingiz mumkin desam ishonasizmi? Unda videoni oxirigacha kuzating. Hozir bu haqida batafsil gapirib beraman. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Endi siz Makkadan ham, Madinadan ham shaxsiy uyingizni sotib olishingiz mumkin. Buni bir qancha yo'llari bor. Saudiya Arabistoni endilikda chetdan keladigan investorlar uchun juda ham ko'p sharoitlarni yaratib bermoqda. Siz ham mulkdor bo'lasiz, ham xohlaganingizcha Saudiya Arabistonida tijorat qilishingiz mumkin. Shaxsan men mana shu narsani amaliy ravishda siz azizlarimizga ijtimoiy tarmoqlar orqali yoritib borishga harakat qilaman. Faqat bu narsa sizga qiziq bo'lsa, kommentariyada plus belgisini yozib qoldiring, videoga like bosing, do'stlaringizga yuborib qo'ying. Bo'ladigan reaksiyalarga qarab bu haqida batafsil ketma-ketlikda gapirib beraman. Saudiya Arabistonida yangi qirralarni ko'rib chiqamiz. Hoji aka, mana bu ikkita suv, bittasi Masjidul Nabaviyda, bittasi Masjidul Haramda hadiya uchun tarqatiladigan haqiqiy original Zamzam suvi. Bu suvni ko'chada sotish taqiqlanadi Saudiya Arabistonida. Ammo xuddi shu suvdan O'zbekistonda bor va O'zbekistonda do'stlarimiz O'zbekiston bo'ylab tarqatishadi. Siz ham mana shu suvlarni originalini O'zbekistondan xarid qilishingiz mumkin. Ayni damda Ramazon oyi, hoji aka, iftorlik payti mana shunaqa suvlardan dasturxonga qo'yib qo'ysangiz, kelgan mehmoningiz ham xursand bo'ladi, maza qilib Zamzam suvlaridan ichadi. Ha, aytgancha, bu suvni ishoning Saudiya Arabistonida ham topish juda ham qiyin. Batafsil ma'lumot olish uchun pastda raqamlarni ham, profilni ham yozib qoldiraman. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, shu suvdan xarid qilsangiz bo'ladi. Ha, aytgancha, Saudiya Arabistonida asli o'zbek bo'lgan millioner emas, milliarderlar bor desam ishonasizmi? Unda profilimga hoziroq obuna bo'ling va kuzatib boring. Natijada sizga bu milliarderlar bilan ochiqchasiga tanishtiraman. Qo'pol qilib aytganda, haligi Saudiya Arabistonidagi Jahongir Latipov bo'lamiz.